Farzandimni oyoqlarida qiyshayib yuzaga kelyapti. Bu uchun nima vitaminli ichishim kerak? Homila davridanoq vitaminli terapiyani o'tkazib, organizmga homilaga, ya'ni farzandingizga singdirib berishingiz kerak. Sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi. Uni tug'ilgandan keyin qancha uhud qiling, lekin homila davridagi olgan moddalarichalik organizmga bolaga yetib bormaydi. Shuning uchun homila davridanoq o'z vaqtida bolaga e'tiborli bo'lish kerak. Homilador ayol D vitaminlarini homilaning 18 haftaligidan boshlab ichishi shart va zarur. Sababi homila suyak tizimlari aynan D vitaminini 18 haftalikdan boshlab yaxshi qabul qila boshlaydi. Va bundan tashqari kalsiy, magniy, yod, temir mahsulotlarini ham homilador vaqtida ichish kerak. Mana shularni agar homilador ayol vaqtida ichsa, ana o'shanda farzandingizda har xil suyak muammolari, asab tizimlarida muammolar bo'lmasdan oyoq qiyshayishlari ham yuzaga kelmaydi. Agar farzandingizga kerakli ma'lumotlarni qo'ldan chiqarishni xohlamasangiz, sahifamga obuna bo'ling va kerakli ma'lumotlarni qo'lga kiriting.